Hozir. Unaqa qiling chaqadi, unaqa qiling. Risk harakat qilmang. Yugurma. Yugurma, sekin chetga o'ting, Bu yoqqa. Yugurma. Anaqa olib bering, maskani olib bering. Urishini Hurmatli tomoshabinlar, biz ochiq maydondagi asalari xonamizga yetib keldik va bu eng qiziq tochkasi bo'ladi. Hozir mutaxassisimiz bizga ko'rsatadilar. Aynan bu arilarni yopiq xonadagi asalari xona bilan ochiq maydondagi asalarning farqlarini bizga gapirib beradilar. Marhamat. Mana bu bizda karnik zot asalarisi. Buni kelib chiqishi, значит, Avstriyadan olib kelingan onasi. Bu u yoqda ko'rganimiz bilan bunning zoti boshqacha-ya? Yo'q, erta ham bundan bor. Bormi? Va erta boqish uslubi boshqacha. Mana bu hozir shu o'tirishda 7 ramkada turibdi. Bu bizda nimadaligi bir marta olib sotgandan qolgani bo'lyapti. Qayta tiklangani. Bu nimadaligi ruscha aytganda lejak sistema deydi. Hali nima edi? Yotgan holatdagi. Yotgan holatdagi anaqa uylar, nariga teleshkadigalarimiz u nimadaligi qavatli, korpusnoy deyiladi. Yana odatda mana bu narsani biz ishimizda arini ko'paytirish uchun, aslan ham olsa bo'ladi, asosan ari ko'paytirish uchun ishlanadi. Narigalar erta bo'l intensivroq qaraladi, u asal yig'ish uchun. Mana hozir ko'rib turibsiz, ari mana boy aytgan narsalar o'sha arini vaqtida qaramasa, mana nimadaligi ari tiqilgan bu yerda. Buni расширение kengaytirib, orasiga ramka berish kerak, ari ishlash uchun. Hozir bu yerda ari juda ko'p. Agar shuni hozir harakati qilinmasa, ertaga ari betga tiqila boshlaydi, hali ko'sh deydi, ro'yga chiqa boshlaydi. U boya ari boqmoqchi bo'lgan odamlar agar nima o'sha haftaga hatto bir marta vaqtlab qarolmaydigan bo'lsa, sen o'ylab ko'rsin degani mana shunga bog'liq narsalar. Ari tiqilib qolgan paytda qaramasa, ari chiqib ketib qoladi. Ari mana ovqati bor hozir nima de yumshoq muloyim turibdi. Agar ovqat bo'lmaganda bu hozir bizdan talayotgan bo'lardi. Bezovta qilganimiz uchun. Bu yana aytaman nimadaligi, anaqa nimadaligi bir partiya уже nima betdan biz ari olganmiz уже. Haligi g'umbaylik. Lekin spokon, chunki tabiatdan nimadir kelib turibdi. Endi bugun xudo xolsa расширение beramiz bunga. Mana buni xayrlasiz. Opa, mana ko'rdingizmi mana? Bu ana tepaga tortib olgan anaqasini, inini. Arini nima asalariga qaragan paytda harakat qilish kerak, shu iloji boricha asrgacha. Asrdan keyin уже nimada ari nimada bezovta qilganini yoqtirmaydi. Bu kechki nimada shomga qarab ketyapti, bu nimada tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Nimada kechki уже yig'ilib inkirishga nimada qandoqsan bo'ladi. Bu asrdan keyingi bo'tgan harakatingiz arini jahlini chiqaradi. Stressga tushiradi. Tushiradi. Umuman olganda nimadagi arini nimadaligi ko'rsatkichlari baho berishda aytiladiki, birinchi so'ralgan narsa arini o'sha nimadaligi muloyimligi, ko'chga moyil emasligi, asal yig'ishi, ona arini tuxum qo'yishi va nimada asosiysi shunaligi kasallikka qarshi o'zini kurashish kuchi. Mana shu asosiy ko'rsatkichlar bularni. O'shanga qarab asalariga baho beriladi. Siz hozir nimada kiyotgan narsa bu nimada cho'chmaysiz, siz Moskvadagi odamsiz, lekin nimadaligi noto'g'ri turib qoldi. Noto'g'ri turganingiz siz bu arini yo'liga turib qoldingiz. O'shaning uchun bu tarafdan olganingiz ma'qul edi otadimda. Hali arini yo'liga tursangizda o'sha nimada arki uriladi, u jahli chiqadi. Yo'lim nima qilyapti? Ketayotganim yo'q edi, qaytishim kelib qoldi. Mana endi hozir sizlarga boy aytilmay qolgan narsa, yana qo'shimcha aytiladigan narsa endi. Kasalliklarni. Mana asalari o'ziga yarasha innovatsion va infeksion kasalliklar kasallanadi. Innovatsion kasallik bu nimadaligi o'zida paydo bo'ladi, boshqa qiladi, orttiradi u kasallikni. Bu innovatsion dedingizmi? Tarqalmaydi. Infeksionni bu tarqaladigan.
Asosan bizda nimada haligi ko'p bo'lgan narsa bu infeksion kasalliklar o'shanga qarshi nimada vaqtida profilaktalar qilinmasa, bu nimada haligi nafaqat oilani, butun arxonani zarar qilishi mumkin. Sababi mana shu asallarning oilasida boya aytganimdek, ona ari bor, erkak ari bor, ishchi ari bor. Ona ari boshqa oilaga kira olmaydi. Kirsa uni o'ldirishadi. Ishchi ari boshqa oilaga oziqa bilan kelsa, oziqasini olib qo'yib, o'zini haydab olishadi. Kiritishmaydi uni ham. Erkak ari xohlagan oilaga kirishi mumkin. Ya'ni erkak ari u oiladan bu oilaga o'tgan paytda mana bu oiladagi kasallik ikkinchi oilaga, uchinchi oilaga tarqatishi mumkin. Yana bitta narsa bor, bu yerda nima deyiladi, o'sha mana bu asallar kanasi deyiladi. Vario kanasi bor. Mana shu vario kanasi ham bu ham anaqa qiladi, nimaligi parazit, bu nima deyiladi, lichinkalarning qonini so'rishdan keyin asallarni anaqa nima so'rishdan oziqalanadi. Bu nima deydi, o'sha kasallikni ham tarqatish hisoblanadi. Bu bitta kasal oiladan olgan nima deyiladi, anaqani nima deydi, kasallikni o'sha asosan bu nima deydi, birinchi navbatda erkak ariga yopishadi. Bu ko'chma boy aytganni u yerdan uyiga o'tgan paytda tarqatib yuboradi. Ikkinchi bo'tgan narsasi o'sha g'ummen ishlayotgan paytda haligi mana bu asalarini qonun ichish orqali uni aniq qilib qo'yadi. Holsizlantirib qo'yadi, kuchsiz qilib qo'yadi. Uni umri qisqa bo'ladi. Nima defekt bilan chiqadi. Buni qanoti yaxshi rivojlanmagan, yo'qsa qisqa, bitib qolgan bo'lishi mumkin. Boshqa kasalliklarni tarqatishi mumkin. Endi usholmaydigan ari bu o'limga mahkum ari degani. Mana shunaqa kasalliklar bor. Yana bir narsa borki, mana boya aytganimdek, ko'p kuzataman anaqalarni, chet ellik asallarning tajribasini. Mana shunaqa joylar borki, hali kelishgan holda region bir kunda profilaktik ishni o'tkazishadi. Hamma bir kun aytadi, mana palon kuni, palon vaqtdan boshlaymiz asallarni mana shunaqa dori bilan nima deyiladi, profilaktika qilishdi, nima deydi? O'sha nima edi? Обработка qilishi. Bu narsa bir kunda o'sha belgilangan kun, belgilangan vaqtda hamma joyda bir paytda o'tkaziladi. Mana bu hududda o'sha asallarga qarshi kurash boshlandi. Endi agar buni kelishim olsa bo'ladigan bo'lsa, misol uchun men bu yerda o'lib turib, nima deydi, davolash paytida bo'laman. Qo'shnim bilan parvoz palay u yuribdi. Bu kasallik men davolayman, erta yana qaytib kelaveradi. Mana bu narsani qanaqa bir reglamentlanmagan. Qanaqa bir yagona tartibi ishlab chiqarilmagan, majburiy qilinmagan. Nima uchun men nima deyiladi, bir jon kuydirib, harakat qilib, xarajat qilib ishlash nima deyiladi, kuchim, vaqtim ketyapti, mablag'im ketyapti, harakat qilishim kerak edi. Ikkinchi odam hech narsa qilmasdan, u hech narsa javobgar bo'lmasdan qolib kerak. Keladi zarari. O'zi nima narsalar olib keladi kasal bo'lishiga? Bu kasal bo'lishiga, yo'q, kasal bo'lishiga bu nimada? Birinchi narsa bu oilaning kuchi. Oila qancha kuchsiz bo'lsa, kasallik shuncha tez rivojlanadi. Ular demak kasalliklarni tarqatib olib keladi. Yo'q, mana bir xil kasalliklarni oila kuchli bo'lsa, o'zining kuchi bilan yengadi. Misol uchun o'sha kanani ham ma'lum bir foizgacha, masalan 5-6%gacha bu oilaning kuchi yetadi. O'zini aniq qilishga, nima, himoya qilishga, yashashga, aniq qilishga. Lekin oila kuchsiz bo'lib, u narsa ko'payib ketadigan bo'lsa, demak, nima, oila ko'radiki, o'limga mahkum. U yo o'sha yerda qirilib o'ladi, yo'qsa nima deydi, uyani tashlab qochib ketishadi. Chunki kana ko'payib ketdi. Kana asosan birinchi navbatda ko'paygan joyi o'sha lichinkada ko'payadi. Tarqalib ketadi. Da. O'shan ko'radi, lichinka hammasini tashlashadi, ko'chib qochib ketishadi. Yo'q, ana qiladi. Endi bu kuchli oila bo'ladigan bo'lsa, u harakat qiladi. Harakat qiladi, o'zi chiqarib olishga, o'zini aniq qilishga, u faqat kanal emas, boshqa kasalliklarni ham, misol uchun mana bu nima, juda yomon kasalliklar bor, hali nima de, chirish kasalliklari bor. Bu narsa ko'proq mana hozir endi boshlangan paytda hali yong'ingarchilik ko'paygandaki ki zax ochadi. Oilaning kuchi anaqa nima edi, zaif, ovqat kam, nima deyiladi, sharoit to'g'ri qilinmagan. Mana shu turgani ham hozir mana biz kim bo'lib qo'yganimizga bu noto'g'ri turibdi. Buni hozir nima deydi, ertaga xudo xolisa olib kelib, u hammasini qoziqqa o'tkazib ko'taramiz yerdan. Yerdan tepaga. Yerdan ko'tarib, o'sha namlikdan qochish kerak bo'ladi. Bu anaqa bitta profilaktikasi. Keyin o'sha aytgani har qanaqa kasallikni oldini olish oson va arzon tushadi. Kim haligi davolagandan ko'ra. Oxirgacha choralar. O'sha narsani chorasini ko'rish kerak bo'ladi. Yana tan olib aytish kerak, bizda mana veterinariya nima deyiladi, do'konlarga borsangiz, hamma mahsulotlar chetniki.
Vro'da bir qiyin narsa emas, o'zimizni tabiiy anaqalar yo'q. Tabiiy o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar yo'q, dori-darmonlar. Ko'p narsani asalashlar olib kelishi o'ziga tayyorlashadi. To'g'ri, o'sha nimada haligi har xil nimadami ishqorlar, kislotalar deymiz, o'shalardan olib kelishadi. Bu nima chumoli anaqasi bo'lishi mumkin, ana shovul anaqasi bo'lishi, kislota bo'lishi mumkin. Buni o'ziga tayyorlab boshlashadi. Biz narsa to'g'ri tushunish kerak-da. To'g'ri, qilish kerak. Davolash kerak, boshqa qilish kerak. Faqat bir narsa bor-da, zavodda, fabrikada qilingan paytda uni hammasi dozasi, normasi o'lchab qilinadi. Mana o'tirib olaman qo'lda o'lchagan u narsa bilan bir xil bo'lmaydi. Uni tayyorlash shart-sharoiti bor, uni saqlash shart-sharoitlari bor. Bu butunlay boshqa narsa. Hozir mana ko'pchiligiga hozir bir modaga o'xshagan narsa bo'ldi, dimpushka deydi, haligi yoqib olishni tutun bilan urish. Bu narsaning ikkinchi narsasi bor, uni dozirovkasi bor. Ma'lum dozadan ko'p bo'lsa arin to'kib tashlaydi. Kam bo'lsa, demak u nima deydi, yaxshi ta'sir qilmaydi. Shoh tomonlari ham bor. Mana faraz qiling, endi uni asosiy dimpushka shunaqaki, hali yoqib kislota qo'ygansiz, yoqqansiz qizdiradi. Knopkani bosishingiz kerak. Tepkani bosgan payt bossangiz, fush tutun chiqadi, issiq tutun chiqadi. Siz uni bunda bosib qo'yib yuborishingiz mumkin. Fush etsa to'xtashi mumkin. Siz bosishingiz mumkin, fush etib keyin to'xtashi mumkin. Buni dozasi bor. Yo'q kam bo'lishi, bir xil chiqmasligi bor. Keyin ikkinchi narsa ham borki, mana bu oilada, mana hozir ko'rdingiz, nima 8 ramkada o'tiribdi. Narigida 6 ramkada bor. Bu bilan bunga o'sha doza 2 xil bo'ladi. Da. Hammasiga farqi bor-da. O'ziga yarasha farqi bor. Mana ko'p bizda bo'ladigan e'tirozlar o'sha Soston chetga kirgan paytingizda Rossiya asalashlar tomonidan aytiladi. O'zbekistonda nimada asallar olib kelgan paytda sotuvga olib boriladi, o'sha asal oilalari paketlar deyiladi, nimada kasallik olib kelyapti. Men endi bir narsa aytishim kerak, men 100% bularning gapini tasdiqlamayman. Lekin tan ham olish kerak, bu narsa yo'q emas. Sababi hamma bir xil qaramaydi. Bir xil obro'ti qilmaydi. Endi o'sha tizimni qanaqadir bir nimada qayta ishlash kerak-da, bir nimada qolipga solish kerak. Mana biz bu yerdan arini olib borgan paytingizda yoqqa biz hech qanday haq huquqsiz odam bo'lib qolamiz. Bu nimalardir diktat qilmoqchi bo'ladi, nimani o'tirmoqchi bo'ladi, hali ularni nimada jamoa tashkiloti, jamoa harakat degan qonunlari bor. O'sha asos qolishadi, gruppa bo'ladi, yo'lini to'sib qo'yadi, men chiqazmayman deydi, kirgizmayman degan aniq qiladi. Bu nimadaligi federal qonun bor. Nimadaligi guberniyaning obisi o'zini anaqalari bor, qonunlari bor. Uni o'zini qarori bor. Bizning qaror bo'lishi kerak. To'g'ri kelmay qoladi. Biz huquqsiz odam bo'lib qolamiz-da. Agar shu narsa reglamentlansa, etilsa, to'xta. Senga haqiqatda to'g'ri, kasallar borish kerak emas. Biz karantinga qo'yamiz, javob beryapmiz. Sen o'sha yerga borgan payt qabul qilishga javob bergin degan bir qanaqadir yagona kelishuv bo'lishi kerak, tartib bo'lishi kerak. Mana shu narsa haligacha yo'q. Ikkinchi taraf mana 2 yil, 3 yildan beri kelishyapti, hali Rossiyadan kelib, 2 yildan beri hali bizani arilarni tekshirishyapti. Kimsan senga huquq berdi meni arim tekshirishga? Sen menga aro berganmisan? Boq berdingmi? Bu narsa beryapsanmi? Bizani nimadaligi aytishadigan gap bo'yicha ularni o'sha Yevroosiyo iqtisodiy anaqa nima deydi? Jamiyatini ichki tartibi shunaqa ekan. Sen ichki tartibing o'zing uchun. Ana Qozog'istonga bor, Qirg'izistonga bor, Armanistonga bor. Belarusga bor, erta qilishing mumkin. Men unga a'zo emasman-ku. O'zingiz talabingizni siz ham qo'ya olasiz, uslovingiz. Mana qiziq narsa bor, o'sha oldingi asalashlar aytishadi, o'sha sovet paytida ular kelib o'ziga olib ketishgan. Biz olib borgan emas biza. O'zi kelib, o'zi ko'rib, o'zi olib ketgan. Va hozir ko'z oldiga keltiring, bitta furaga solsa, balki 2000 ta yaqin ari boradi. 1700 ta 2000 ta ari boradi. Bu hazilakam narsa emas. Bu anchagina pul bo'ladi. Bu bitta anaqanada xo'jalik emas, ko'pchilikning naqasi yerda haq o'tiribdi. Yerga borganda u haq huquqsiz mashina o'tiradi. Nima qilishadi? Hali majbur og'ziga qarab o'tirish kerak. Yo'qsa qo'pol bo'lsa aytaman, kimgadir pul berib, hali tezroq meni olib chiqib ketish kerak. Nima uchun? Boshqa muammolar ham yo'q emas. Endi to'g'ri, mana ekspert deyishadi, to'g'ri, ekspert yaxshi narsa, iqtisodga, respublika uchun kerakli narsa. Lekin biz to'g'ri tushuninglar. Bizning asalimiz o'zimizga yetmaydi. Sochsiz bo'lgan, nima mumkin bo'lgan nimada asallari oylari bo'yicha mamlakat nimadaligi tushunmovchilik bor. Erta tushunmovchi, erta aniq nimadaligi raqobat ketyapti. Bizning tabiatimizda oldinroq bo'lgani uchun biz har erta ko'tariladi, tez tayyor bo'ladi sotishga. Ularnikiga nisbatan, ularniki hali uyquda yotgan paytda bizning paketlar tayyor sotishga.
ular ham sotgisi kelyapti. Lekin biza olib borsak, ular sotilmay qolib ketyapti. Shuning uchun bizani yaxshi arini yomonga otliga chiqarishyapti. Bular aytyapti, zot yo'q, boshqa deydi. Yo'q, ko'p ari olib kelyapmiz. Ko'p ari olib kelyapmiz, chetdan olib kelinyapti. Endi to'g'ri, insof o'ziga bersa, kimdir qonuniy olib kelyapti, kimdir noqonuniy olib kelyapti, kimdir veterinariya hujjatlarini olib kelyapti. Haqiqatda tekshirilgan, boshqa qilingan sog'lom ari olib kelyapti. O'sha etilgan zotiga mos keladigan ari olib kelyapti. Kimdir pul uchun olib kelyapti. O'sha 250, 300, 400 dollar o'tgan arilari Yevropada 80 euro turmaydi. Nari borsa narxi bir 50-55 euro. Nari borsa, bo'lmasa 15 eurolik narsalar. Ana o'shani olib kelishyapti. Buni pasporti bor edi. U pasport hech narsani anglatmaydi. Agar u aytgandaki, mana bu arini pasportining yonida veterinar hujjati bor deganda men xo'p derdim. Men inkor qila olmayman. Chunki men nima veterinar hujjatini o'sha noqonuniy hujjat deb aytolmayman. Yo'q, masalan, o'sha arisi shuna farq etganda zotli ari, yo'q, bizga hech kim tan ochga zotli ari hech kim bermaydi. Zot beradi. Karnika zot. Nima, karpas zot. Buni aytamiz. Zotli ari olib kelamiz deyishadi. Bu hammasi o'zini anaqa nomi bor. Bu plemennoy degan narsa bor. Pozvitelskiy degan narsa bor. Kelayotgan arilar hammasi pozvitelskiy. Bu F0 bo'lishi mumkin-da, otasi ham, onasi ham o'sha zotga mos bo'lishi, mansub bo'lishi mumkin. U boshqa chachmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu zotli, naslli degani gap emas. Degani emas. O'zi olib kelib, o'zi keyin уже yetishtiradi. Endi buni olib kelib, buni pul uchun olib kelishda tarqash sotishyapti. Endi nima deydi? Keyin erta fikr chiqadi, hali olgan odamlar. Deydi, misol uchun mana Zuhradonga aruz yaxshi chiqdi. Bu yaxshi ari olib ketgan ekan, temirki yomon chiqib ketgan ekan. Keyinda temirki zo'r chiqdi, Zuhradonga. Bu lotereya bo'lib qolyapti. Tushunasizmi? Da. Hali olib kelgan hammasini pogolovni yomon deb aytolmaysiz. Chunki orasida yaxshilari ham chiqadi, lekin lotereya u nimada? Fakt emaski, 100% nimada kafolatlangan narsalar emas. Eng yomon, yana aytaman, veterinariya ko'rigidan o'tmagan arilik kelayotgani. U kasal ham keladi, boshqa zot ham keladi, o'sha aytilgan nimadaligi zotga mos kelmaydigan arilar olinadi. Kontrol ham qilinmayapti-da o'sha. Nima endi yo'q, kontrol qilmayapti aytmaysiz. Buni ochiq gapda meni uyimda qotgan ovqatni siz qayerdan bilasiz, aytmasam. Shunaqa. U olib ketgan paytda nima deydi, 4 ta arim cho'nchak solib keladi, uni hech kim ko'rmaydi. Bekdan narsa emas, men ko'p borganman, o'zim ko'zimdan ko'rganman. Hali o'sha otganlarni bilib qolsa ham, nechta ekan deydi, 4 ta, 5 ta ekansa, qo'yib yuboraq qo'yadi, bu lyubitel. Albatta biz olib ketgan lyubitel emas, ular olib kelgan paytda 200, 300, 400 olib kelishyapti. Da, конечно. Lekin hujjatsiz. Timur aka, bergan ma'lumotlaringiz uchun juda ham rahmat, kattakon. Endi bizga shu yo'nalishda ish boshlamoqchi bo'lganlarga bir motivatsiya bersangiz, ozgina bir ko'rsatmalar, tavsiyalar bersangiz. Sekin tugatamiz. Yangi boshlamoqchi bo'lgan odamlarga avvalambor omad tilayman. Lekin ularga tavsiyam shunaqaki, siz o'z sharoitingizni, o'zingizni qiziqishingizni qay darajaligini biling. Bu ham 3 narsa. Buni ham uvoli bor. Vaqtda qaramasangiz, o'sha vaqtda kerakli tadbirlarni amalga oshirmasangiz, buni ham o'ldirib qo'yishingiz, qochirib yuborishingiz, unga ziyon keltirib qo'yishingiz, nafaqat uni o'ziga, balki atrofingizga, oila a'zolaringizga, qo'ni qo'shniga ham zarar keltirishingiz mumkin. Asalari buni o'ziga yarasha tajovuz qiladigan holatlari bor. Bu narsa qachon bo'ladi? O'sha nima deydi, boya ko'rsatganimdek, ari уже yetilyapti. Hozir o'sha rashirini berib, shu bilan ta'minlamasdan bular qochish payiga tushadi. Menga zarar. Endi orqasi och qoladigan bo'lsa, bu chaqa boshlaydi. Birinchi oilangizda keyin qo'ni qo'shnizni chaqish mumkin. Bu urug' zarar. Uni orasidan xudo ko'rsin, birontasini allergiyasi bo'ladigan bo'lsa, bu yana ham jabrli bo'ladi-da. O'shancha avvalambor o'z sharoitingizni ko'ring. Lekin boqsangiz zarar qilmaysiz. Bu nima deydi, oilangiz uchun qo'shimcha daromad. Ikkinchi bo'layotgan narsasi nima deydi, oila a'zolaringiz bilan, bolalaringiz bilan nima deydi, ekologik toza mahsulot yeyotgan bo'lasiz, iste'mol qilgan bo'lasiz. Undan faqat toza, balki juda foydali narsa anaqa qilgan bo'lasiz. Qolaversa, bu yerda faqat asal emas, yerda guchangisi bor bo'layotgandek, propolis bor ishlataman siz. Nima deydi, biladigan odamlar pergasini olishadi buni. Keyin asalni o'zini ham nima deydi, faqat o'zini yemaydi, uni xohlasangiz har xil anaqalar bilan nima deydi, meva, boshqalar bilan nima deydi, kompozitsiya qilib ana iste'mol qilishingiz mumkin. Turli dori tayyorlashingiz mumkin. Mana shu elementar narsa, haligi mo'mini o'zidan nima deydi, kosmetika anaqalar nima deydi, mahsulot tayyorlashda, mo'jizalar qilishda ishlatishingiz mumkin. Juda anaqa nima deydi, foydali narsalar bo'ladi. Ili ona asalari suti. Bu nima deydi, qo'yib o'tganda qarini ham, o'lini ham tiritiladigan narsa. Juda foydali. Bu
nima edi, haligi o'sha tug'maydiganni tug'diradi, anaqa nima edi, haligi tug'ganga yana quvvat bo'ladi, yotganni tug'adigan baquvvat narsa bu. Juda kerakli bo'lgan anaqa nima edi narsalar. Endi nima edi? Shu narsalardan foydalanib, narsani iste'mol qilish xohlayman desangiz, ozgina qunt, ko'p narsa talab qilinmaydi. Haftaga 2 soat ajrating, 4 tagini oila olib kelib qo'ying. 2 soat ko'pi bilan. Bo'lmasa 1 soatdan yetib ortadi. Bir o'rgan forma tushganingizdan keyin. 4 oila siz oilangiz yetib bemalol anaqa beradi. Anchalik keyin xohlasangiz kengaytiring, boshqa qiling. Daromadni anaqa qiling. Mana hozir ko'p narsalar bor, hali suvda olishadi, boshqa qilishadi. Yaxshi narsalar. Men ko'p joyda aytaman-da, shu suvda olib boshqatganlar. Og'ayni asalari boqqanmisan? Chunki menga ham chiqishadi. Shu sizdan ari olsam, shuni nechta qilib berasiz, qanaqa qilib berasiz? Qanaqa nima tushib beradi? Men beraman senga. Faqat sen ari boqqanmisan og'ayni? Ertaga nima deydi? Hali bu qarzga o'tgan ekansan, masalan, kreditga o'tgan bo'lsa, ertaga uni qaytarishing bor, boshqasi bor. Yo'qsa bir yoningda odam bormi senga o'rgatadigan shularni deb albatta so'rayman. Endi yo'q o'zini bunday anaqa o'ziga havola. Men vijdonim toza buni oldida. Men uyalman ham, qo'rqman ham aytolmayman. Men o'zim haligi oldan o'tdim. O'zi biladi. O'shancha ko'rsin. Agar boqib yurgan odam bo'lsa, u o'zi biladi. Agar boqmagan odam bo'lsa, oldin o'ylab ko'rsin, kim unga yordamchi bo'ladi. Misol uchun Voskiyani biz taklif qilamiz, hokimiyatlarga chiqqanmiz. Mana shu Toshkent viloyati qancha bo'lgan, Surxondaryogacha borib qilgan paytlar bo'lgan. Biz aytganmiz, biz faqat aro olib berib, shuni tashlab qochmoqchi emas biz. Biz bir sezon safarvajat qilamiz. Hali kuzatuv ishini amalga oshiramiz. Nima deydi, haligi arisini nima deydi, olib kelib boqishdan boqishi nima deydi, kirib ketguncha qarab beramiz, o'rgatamiz, tepasida turamiz. Har kuni nima deydi, har kuni har haftada bo'lmagan bir marta ko'rishib, shu anaqa nima deydi, amaliy mashg'ulot o'tkazamiz deb taklif berganmiz. Nima edi, birodba hamma zo'r ekan deb chap-chap qarsak qoladi, yo'q, o'tishmaydi. O'ziga bilishadi yana. Harakat. Oldin bor edi, subsidiya berilardi. O'sha 10 ta nima edi, 10 tami 8 tami oilaga subsidiya berdi. Hozir nima edi, bekor bo'lgan ekan. Lekin bitta fakt borki, o'sha payt bergan paytda ham shu narsalar aytgan. Subsidiya beryapsan, bu davlat puli, boshqa ham beryapsanlar, byudjetga tushgan pullarni beryapsanlar. Bu yoningdan berganing yo'q, bu bank emassan, nimaligi ertaga biror qaytarib olaman desa. Lekin uni samaradorlik qanaqa bo'ladi degan savolga ko'p holda javob qolib ketadi. Tushunarli. Rahmat kattakon ma'lumotlar uchun. Hurmatli tomoshabinlar, yana bir marta eslatib o'taman, qanaqadir hamkorlik masalalarida yoki savollar, maslahatlar so'ramoqchi bo'lsanglar, bemalol izohlarga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Biz ekspertimiz, mutaxassisimiz bilan sizlarni ulab qo'yishga harakat qilamiz. Rahmat kattakon vaqtingizni ajratganingiz uchun. Rahmat, salomat bo'lasizlar, ishlaringiz rivoj. Sizni ham ishlaringizga rivoj, omad. Rahmat. Rahmat. Asalarichilik haqida video kontentlarimiz tugadi. Qanaqadir savol, fikr yoki odzivlaringiz bo'lsa, bemalol izohlarga qoldirib ketsanglar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan keyingi kontentlarimiz xudo xolasa bundan ham qiziqarli, bundan ham dolzarb mavzularni ochib berishga harakat qilamiz. Albatta, sizlarni podдержкалар bilan. Video kontentlarimiz hamkori Grows va Bizon ilovasi chorvachilik bo'yicha qanaqadir savol yoki masalalarni hal qilish uchun Bizon ilovasini yuklab olishingiz va qishloq xo'jaligi sohasida ekinlaringizdagi kasallik zararkunandalarga yechim qidirmoqchi bo'lsangiz, Grows ilovasini yuklab foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, bizda asalarichilik to'g'risida alohida video podkastlar ham joylanib boriladi. Bizni kanalimizga o'tib, video bo'limini ko'rsangiz, podkastlarimizni ham topib, bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.